Qaymoq chiqarib desam ishlamsizlar. 1 kilo sütü shunday 1 piyola qaymoq chiqarib desam ishlamsizlar do'stlar. 1 piyola qaymoqning o'zini sirtlardan necha pulni yeb yevatsizlar. Atganlik nashtida shunday bolka yoki nonlarga qaymoq surib yeyishni yaxshi ko'rganlar cho'qim o'rganolajimi? Buning ehtiyojimiz qarta süt ishlasak bo'ldi. Men 1 kilo süt ishlatdim. Sütni qaynatib qo'yib, shunday bir tal limonning suyini pok siqib chiqarib olgandan keyin urug'larini evitib, süt shunday atrofi chimchim holatda bo'lganda o'tni itib etib, limonning suyini quyib bir aralashtirib etgandan keyin tuvoqni yepib 10 minut qo'yib qo'yamiz. 10 minutdan keyin shunday suvi bilan cho'pi arilib tayyor bo'ldi. Ya'ni ma sütninki oqsillari, erimchiklari arilib tayyor bo'ldi. Buni shunday süzgich bilan pok süzib evolamiz. Ama bek suydan ayrılmaganlarını işte suyunu ayrım koşuplam süzvasak buldu. Mav suyunu yani sütünü tüketmey bolka yoki bingellerini sağan işletesanlar bulucumu dostlar. Hem de ma arıp ev algan ma erimçiklerini süzgüçke qaytadan bir selip arıst qiyip qalgan sütlerini pak çıqırıp etkendan keyin bunu shuningdek ezish mashinasiga yeni qiyim qilish mashinasiga selip birdam chugiltib olamiz. Agar menda qiyim qilish mashinasi bo'lmay qolsa odatda bingel sağganda ishiltadigan ilqi chalg'uchlar bor. Shuning bilan bak chelib olsanglar bulucumu birdam aralashtirgandan keyin dastlabki jirik oltidan shuningdek yumshoq bir holat keldi. Endi buni qachilarga ep qo'yib, ustida yopqil bo'lgan qachiq ep qo'yib binshan sağgandan keyin azroq quyildimi manadimi? Endi shunda aytganlik nashtalardan nonga yoki bolkalarga surib yeydigan bo'lsak, ajoyib payz bo'ldimi demak. Odatda sütning ustidan ayirib olgan pishiq qaymoq, ham qaymoqlar ba'zi jiqroq yevasak ko'ngilga tegib ketadi. Lekin ma qat'iy ko'ngilga tegmaydi. Sütning foydali taraflarini hammamiz bilamiz do'stlar, lekin ba'zi kishilar süt ichishni bek yoqtirib ketmaydi. Shunday qaymoq chiqarib olib aytganlik nashtalardan nonga yoki bolkalarga milab yesak, shunda quvvatli bo'ldimi do'stlar.